1,5-2 gramm padarik qila olamiz. Серьезно. Ну-ка. Dahshat. Zo'r. To'g'ri ekan, sizga savol bor. Hozirgi paytda asosan mijozlar qayerdan sizlarga keladi? Aslida Instagram kelgan tanishlar eski mijoz, endi 20 yildan beri ishlab kelamiz. Misol qarindoshiga, o'rtog'iga, bunga xabar qilaman, ishdan olganman deb, xudo xolisi shu orqali kelyapti aka. Instagram lekin yaxshi. Men endi hozir Instagram yo'lish bilan ovoraman-ku. Keling, mana shu Instagramdan kelayotgan mijozlarga qanaqadir bonus qilib bersing. Bonus qilsa bo'ladi. Ana misol uchun 30 kvadrat gilam olishsa, 1,5-2 gramm padarik qila olamiz. Серьезно. To'xtang, 30 kvadrat dedingiz, 30 kvadrat u taxminan necha xona bo'ladi? 30 kvadrat taxminan примерно 3 xona, 4 xona qilsa bo'ladi. 3 xona, 4 xona qilsa bo'ladi. Misol 3 xonani to'ldirsa, bitta xonasiga bonus bo'ladi, shunda aka. Zo'r ekan. Yo'q, rostdan ham zo'r ekan, lekin bitta narsada qarang, bonus sifatida kelayotgan gilamni siz o'zingizlar berasizmi yoki tanlab oladi? Men endi 5 xil variant beraman. O'shani bemalol o'zingiz tanlab olishadi aka. Gapmi? Gap yo'q. Muammo yo'q. O'rtoqlar, sizlar hozirgina shu videoni ko'rdinglar, san'at xaliga kelasizlar. Bilaman, hozir sarpaga gilamlar izlayapsizlar. Bonus sifatida, ya'ni bitta xonaga moslatib 5 xil variant qo'yib berishar ekan, to'g'rimi? Xudo xohlasa rozi bo'lib ketishadi aka. Mazza qilib ketasizlar. Bonus sifatida bitta gilam olib ketasizlar.